Xudo xolasa 19-mayda biz pomidorlarimiz o'z terimizni boshladik. Bu safargi kilogramimiz juda ham ko'p chiqadi degan umidlar bilan. Xudo xolasa mana shu qatorga tashlab ketyapman. Jiyalarimiz esa mana shu qatorlarimizda pomidorlarimizni terib toshib beryapti. Lochinlarimiz bizga juda ham qattiq yordam beryapti. Xudo xolasa kanalimizga kuzatib borsalaring, bozordagi narxlarni ham ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Mana bizni kalaskamiz deganda, mana shu kalaskamizda hozir mana 5-sinov kirib ketyapman xudo xolasa. 4-si va 5-sinov kirib ketyapman. Yana bir 2 kalasgacha chiqadigan xudo xolasa rosa pomidorlarimiz avjiga chiqdi. Mana tergan pomidorimiz mana shu ko'rinishda bo'ldi. Ana shu. Endi buni xudo xolasa korobkaga sortirovka qilamiz. O'ta qizillarini olamizda, sal pushtlarini esa bir kun qoldirib ertangi kuniga olib chiqamiz. Hozir mana shuning ichidan qizillarni ajratishni boshlaymiz xudo xolasa. 6 kalasgacha chiqdi xudo xolasa. Adashmasam 6 kalasga chiqdi. Har bitta anaqamiz bir 70 kilocha, 60 kilochami chiqsa kerak menimcha. 50 kilocha shuncha. Chiqar xudo xolasa buni kilogramlarni bilamiz. Mana sal bunday salochilarini ajratib qo'ydik. O'ta qizillari turibdi. Keyin pomidorimizni massasiga kelayotgan bo'lsak juda ham zo'r. Keyin ham pomidorning eng gul joylariga, yapaloqlari qolib, haqiqiy alamina mana dumaloq chiroyli. Mana eng kattalari bu mana shu ham runi alamina, chunki o'ta og'ir pomidor ekan. O'shanda ham dumaloq, juda nima bo'lsa ham mana haqiqiy alaminalar. Qarang turishini. Bir kun tursa qon qizil bo'lib ketadi. Bozorda eng chempion pomidor bo'ladi, xudo xolasa. Pomidorlardan shu dumaloq, qattiq. Mana juda ham ajoyib ko'rinishda, mana ko'rsangiz bo'ladi. Xudo xolasa duo qilib qo'yinglar, bozorimizni bersin, hamma dehqonlarimiz bozorini bersin. Shular qatori bizni pomidorimizni ham bozorini bersin. Mana bunday shodada ham uzganlarimiz juda ham ko'p. Shodada ham uzib qo'ydim. Buni ustiga chiroyli qilib uzilib ketib qoldi. Mana yerda bor ekan. Ustiga chiroyli qilib bozor pardozi deydi, shunday qilib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz dehqonchiligimiz bugungi terimiz mana shunday. Mana ko'rinishi. Bizni polvonimiz qo'l ko'tarib qo'ying. Terdi. Bizga juda ham katta yordam berdi.